Salom, sizlar bilan men Galyard do'stlar. Mening yangi videomga xush kelibsizlar. Okey, bugungi videoda biz Blockbuster modi haqida gaplashamiz. Bu mod ajoyib modlardan biri. O'tgan safargi videomda umuman prosmotr 0, like ham 0, comment ham 0. Iltimos obuna bo'linglar, men sizlar uchun mehnat qilib qilyapman. Okey, birinchi bo'lib biz mana bu modlarni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ldi. 2000 years later. Okey, endi esa bizning mod, ya'ni Blockbuster modi. Mana shu Blockbuster modi bo'ladi. Mana bitta Blockbuster. Bu o'zi 3 ta mod bo'lib, Blockbuster, Metamorph, Mklip. Okey, bu modlar ajoyib modlar turiga kiradi. Bu yerda masalan avval 3 ta tugma yaratib olishingiz kerak bo'ladi. Mana kutsam controlni bosasiz. Mana bitta buni qaraylik, Ctrl X chiqarish, ijro etish uchun Alt Right. Keyin sozlamalar uchun 0 harfini qo'yib qo'yasizlar. Buning uchun qanday add butonni bosib, mana bu qilasizlar va mana shu yerdan qidirasizlar shularni. Bo'ldi, tushuntirib bo'ldim. Endi Save X, ya'ni mana bu sozlamalarni bosamiz. Bosgandan keyin mana bunday bo'ladi. Keyin mana bu yerda Scan Save, keyin mana bu yerda mana shuni bosasizlar. Keyin mana bunda plyuscha bor, plyuschani bosasizlar. Bir fayl papka ochasizlar. Masalan, men Galyard deb qo'yaman. Bo'ldi, Galyard ochildi. Mana bu yerda plyuscha bor, shuni bitta bosasizlar. Mana pikni bosasiz. Mana bunda turli xil narsalar bo'ladi. Bunga skin qo'yish ham mumkin. Mana bittasini tanladik. Endi mana shu ijro etishni bossak, mana yoziladi. Skinimiz ham o'zgaradi mana. Buni modellarim qilsa bo'ladi. Hozir bitta narsa ko'rsataman. Bitta bunda ham mana bunday qilsa ham bo'ladi. Yana ijro etishni bosamiz, bitta paydo qo'yamiz. Keyin chiqarishni bossak, mana bitta personaj bilan qilish mumkin. Mana qarab turinglar, qarang. Mana men qilgan qilyapti. Ko'rdilarmi, shunday bitta personaj bilan qilish mumkin bularni. Yana yo'q bo'lib qoldi. Ko'rdinglarmi? Okey, mana bitta. Endi keyingi modga o'tsak. Keyingi modimiz yo'q. Mod deyapman. Blockbusterning yana bitta zo'r tarafi bor. Bu JTL o'xshatmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda model qo'yasizlar, pik qo'yasizlar, mana bu sherish degan joyga villaga deb yozasizlar. Nima bir chiqmayapti menda. Agar qo'yma buni JTL zombini qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shunday qilsa bo'ladi. Agar JTL paydo qilmoqchi bo'lsanglar, shu yerda kirib mana bitta JTL tuxum bordir. Bo'ldi. Menda aytgancha qurollar modi ham bor. O'tgan safargi videomda ko'rsatdim modlarimni qanday qilish mumkin. Mana bitta Dravabik. Hamma modlarim Telegram kanalimda bor. O'tib kirib obuna bo'lib qo'yinglar Telegram kanalga. Silka описание, kommentariyada bo'ladi. Biz bo'ldi, ruhni olaveramiz. Yana model endi pikka bo'lsak, mana ruhi bor. Mana shunday qilib o'xshatsa bo'ladi mana. Salom JTL. Salom Galyard. To'g'ri, obunachilar shunday qilib o'xshatsa bo'ladi. Okey, endi bitta kichik sizlarga bitta kadr ko'rsataman. Uni esa tezlashtirib, montajda tezlashtirib o'raman obunachilar. Mana bularni yo'qotib turaylik. Hozir bir ikkita narsa qilib olaylik, keyin tezlashtiraman. O'sha obunachilar 2x boshlandi.
Okey, mana endi tugadi, endi esa boshlasak ham bo'ladi. Hoziroq menga uyga bo'lsa hammangni ko'rding. Hammangni burada qilib tashlayman. Shunday ketyapti. Mana bundoq qizlaring bo'lsa, o'qib tashlayman. Bo'llaring tez bo'lmasa yerdan hammangni. Ya, qilib qoldik. Bol bo'lmasa Yo'q, qochdi. Yo'q, hammasi qochdi. Yo'q, qochmalaring. Shunday qilish mumkin. Bunachilar bitta personaj bilan ishlash mumkin. Do'stlar, bunga skin qo'shish ham mumkin. Hozir sizlarga bir nechta skinlarni ko'rsataman. Blok booster modini o'rnatsak, hozir mana shu bo'lsa, pick, edit, materials, oppo mouse, materials, pick skin, frets. Mana obunachilar, masalan bu Kajon skini, ya'ni men o'zbek blogerlarning ba'zi skinlarini olganman. Mana hozir mana shunday skinlar bor. Bu skinlarni o'rnatishni kelasi videolarda ko'rsatib chiqaman obunachilar. Bu videoga esa kommentariyaga qanaqa kommentmish 5 ta like yig'ib beringlar. Shu skin qo'shish yo'lini ko'rsataman blog posterga. Hammaga xayr, sizlar bilan men Galyard Uz bo'ldi.